Alaykum barchangizga, sog' salomatmisiz? Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Mana bugun biz ham o'g'lim Muhammad Yusufga maktab forma olishga chiqdik. O'g'lim bu yil 1-sinfga boradi, nasib bo'lsa. Odan boshqacha bo'lib ketar ekan. O'g'lingiz 1-sinfga yuborish, uni katta bo'lganini his qilish kimga qanday? Sen hayatımın anlamı. Biz birlikte neler neler, ne badireler, kederler, yasak roman oluruz geceler. Senin yoluna kurban bozan boyuna, beni arman kalmasın şu. Kolaları ver bana. Kolalı. Bana kolalı. Kola bilmem. Qora qalam qo'shindim, yuzlar uchun quyosh edim, quyoshdek suqqa bosh edim, yuragim misli tosh edim. Men u mahallar yosh edim, u bebosh edim, go'zallarga sirdosh edim, o'tdi 5 kunlik davronim. Bismillahirrahmanirrahim. Qarang, haqiqatan buni lekin kattaroq olsangiz biraz ko'rsatadi-ku. Maydasi yo'qmi? Oldin ham qarilikda. Oldu ne? Mana o'zgilar maktabgacha u katta bo'lib ketadi. Maktab uni 5 kundan keyin. Ha, ungacha sabzi yeyib Bugun hamma maqtadi. Endi go'shti zo'r deb biz ham olib kelib endi go'shtidan pishirib hozir ko'ramiz. Qani ta'mini ko'ramiz. Keyin sizlarga aytaman, lahim endi go'shti. Qo'shna olay. Salatchalarimiz.